Endi mavzuni yanada yaxshiroq tushunishingiz uchun e'tiboringizni 3-misolga qarataman. Birinchi shartini o'qib olamiz. Berilgan sonlarga ko'ra qonuniyatni aniqlab, shunga ko'ra ketma-ketlikni davom ettiring. Mana bizda berilgan sonlar 12, 14, 17, 19 va 22. Bizga ikkita bo'sh aylanalar berilgan. Bularni to'ldirishimiz kerak. Faqat birinchi qonuniyatini aniqlab olaylik. Xo'p, birinchi aylanamizning ichida 12 turibdi, keyingi aylanada esa 14 turibdi. Demak, sonimiz nechtaga ortibdi? Ha, 2taga, demak 2 qo'shilgan. 14 dan keyin 17 kelyapti. Demak, nechtaga ortdi sonimiz? Ha, 3taga ortdi. 17 dan keyin 19 keldi va bu sonimiz esa 2taga ortdi. 19 dan keyin esa 22 keldi va bu sonimiz 3taga ortdi. Endi bir ortga qaraymiz. Qanaqa qonuniyat bo'lyapti bu yerda? Ha, birinchi 2 qo'shildi, so'ng 3 qo'shildi, yana 2 qo'shildi va yana 3 qo'shildi. Demak, bizda sonlar ketma-ketligi faqat bir xil songa emas, bir nechta songa qo'shilib yoki kamayib borishi mumkin ekan. Mana shu sonlar ketma-ketligi bo'ladi. Endi bundan nimani tushunsak bo'ladi? Birinchi 2ga, so'ng 3ga, yana 2ga va yana 3ga ortgan bo'lsa, keyin nechiga ortgan? Ha, 2ga ortgan. Demak, 22 ni 2 ga orttirsak 24 hosil bo'ladi. Endi ketma-ketlik bo'yicha 3 ga orttirishimiz kerak. 24 ni 3 ga orttiradigan bo'lsak, natija 27 ga teng bo'ladi. Mana azizlar, bo'sh aylanalarni ham to'ldirib oldik. Demak, bu aylanada yashiringan sonlar 24 va 27 sonlari ekan. Tushundingizmi? Barakalla. Xuddi shu tartibda qolgan misollarni ham o'zingiz mustaqil ishlab qo'yasiz. Keyingi darslarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.